Sallallahu aleyhi ve sellem. Arafat maydoni. Arafat maydoni eng maydon. Qanaqa maydon desa, bu yer uzuni 12 kilometr, eni 9 kilometr. 80 gektarga yaqin joy. Hatto maydon. Bu maydon bu maydon shunaqa maydonki, atrofi o'ralgan, belgilangan. Buni kim belgilab bergan desa, buni bu joyda Alloh tabolak taolo belgilagan. Bu rahmat tog'ini shunaqa deb nomlanadi, butun dunyodagi tog'larning onasi degan nom bor. Butun dunyodagi tog'larning onasi. Nimaga desa, bu tog' Odam alayhissalom davridan beri boshlab. Shuning uchun butun tog'larning onasi eng katta onasi degan nom.
Bu maydon shunaqa maydonki, katta hajga kelgan hojilar, ha? Zulhijja oyining 9-kuni uyida turmasa, haj qilmaydi. Endi bizni keyin umramizda ikkita farq bor. Shu odam yerda yashaydi. Shu hamma nozi ne'mat ham yo'q. Chunki mazza qilib jannatda yashaysiz, Alloh buyurdi. Shunda odam alayhisalom jannatda yuribdi, lekin o'zi yo'q, boshqa odam yo'q. Hamma yo'q bor. Hamma narsa bor. Lekin o'zi yo'q, zerikib qoldi. Alloh tabaraka va taolo hikmatli zot, zerikib qolmaslikda bu kishida iymoniga zerikib Alloh havo oladi. Endi ikkovlar jannatdalarki, bemalol yashaydilar. Lekin bitta daraxtni nima qildi? Shu daraxtning mevasini aqlab qo'ydi. Shuni mevadan yeydi. Oldida lekin ular o'ylanib, nimaga shuncha nozi ne'matlar? Bu dunyoning nozi ne'mati keng demaydi, jannat. Shuni oz uyadi. Shuncha narsa, ularga lekin bu daraxt nima dediligini o'ylanib yurish kerak. Inson degan nima? Shayton bo'lishdan oldin azobi bo'lgan, dunyoda eng katta bo'lgan, Alloh tabaraka va taolo ko'p ibodat qilgan. Shayton bo'lishdan oldin 70 ming yil sajda qilgan ekan. Ya'ni Alloh Odam alayhisalomni yaratib, hamma farishtalarga sajda qilinglar, dedi, ko'pda hamma sajda qildi farishtalar. Lekin bu shayton sajda qilmadi. Nimaga dedi? Men o'tdan yaralgan bo'lsam, bu odamning loydan yaralgan sajda qilmayman dedi. Alloh uni gunohini kechirmadi. Allohga isyon qildi. Uni gunohini kechirmadi. Sen abadal abad bo'lmoqdasan dedi. Bu Alloh uni xursand qiladi. Ey Alloh, men senga 70 ming sajda qilganman. Meni Bak qiyomatgacha shu odamni tufayli men ro'za layin bo'ldi. Ha? Shayton bo'ldi. Menga fursat berdi deb Allohdan so'ranoda 70 ming yil qilgan sajdasini ta'na qildi. Alloh bo'pti buni qildi. Endi bu shayton xohlagan joyda xohlagan qilib yuribdi, mana hamma yo'lda quvvatlikdan osiladi. Va u shayton jannatga kirib olganda, jannatga kirib yana odam alayhisalomga rahmat tog'ini yonida. Shuning uchun tog'larni onasi degan nom bor. Shu yerda ikkovlari uchrashdida Allohga shu yerda duo qildi. Ya Robbi lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Robbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya'ni Robbana zalamna wa anfusana. Ey Alloh, ey Robbim, biz senga zulm o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik. Seni gapingga kelmadi. O'zimizni nafsimizni deb senga zulm qilib qo'ydik. Robbana zalamna anfusana va in lam taghfir lana. Agar sen bu gunohlarimizni kechirmasang, boshqa kechiradigan zot yo'q. Va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Suranda yonda qolib ketamiz deb Allohga duo qildi. Allohga Alloh ular gunohini kechib oldi. Lekin jannatga chiqarmadi. Jazo uchun shu dunyoda qolib ketdi. Bu dunyo biz uchun jazoga berilgan dunyodir. Bu jazoga berilgan dunyoda o'zimizga ko'p qurur va hamma ibodatlarimizni payg'ambar bo'lganlaridan keyin payg'ambarimiz o'rgatganlar-da. Ha, merosga chiqib namozni farzligini bizga tushib 50 mahalga, 50 mahal namoz, 5 mahal namozga tushirganlar. Shunaqa namozlar payg'ambarimiz keyin bizga Alloh tabaraka va taolo tomonidan buyurilgan. Lekin bu haj bo'lgan katta haj payg'ambarimizdan ham oldin bo'lgan. Nimaga desa, Ibrohim alayhisalom davridan beri bor. Ka'bani Ibrohim alayhisalom qurganlar. Shunda Ka'ba bitgandan keyin Alloh, "Yo Ibrohim, siz chaqiring hajga hamma." "Yo Alloh, men baqirsam atrofimda ishladim, xolos. Siz chaqiring yetkazish mendan." Shunda Ibrohim alayhisalom Ka'baga chaqirganki, inson qiyomatgacha eshitilgan, kim quloqqa eshitilgan bo'lsa, bo'lmagan ruhlarga ham Alloh eshitadi. Baribir keladi. Emasdan o'ldi. Alloh ularni qo'yganiga Alloh hamd sanolar bo'lsin. Haj qilishni o'rgatdi. Ka'ba endi haj qilishni o'rgatganda Jabroil alayhisalom tushib, yo Ibrohim shu Arafat maydoniga keldilar. Shu yerda ruku bo'ladi, Arafat kunida duolar qilasizlar, haj amallarini Jabroil. Shuning uchun bu haj amali Ibrohim alayhisalomdan beri an'ana. Shunda qarangki, Odam alayhisalom shu yerda duo qildilar, Ibrohim alayhisalom duo qilganlar, payg'ambar alayhisalom duo qilganlar. Shunaqa duolar ijobat qilingan. Biz ham shu fursatdan foydalanib duo qilib
علي ماشي ولا عظيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين ودمر اعداءك واعداء الدين انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبائنا ولقرائبنا ولمن له حق علينا ولجميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقنا شر ما قضيت وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين يا رب